Salom do'stlar, hozirgi videomizda biz sizlarni Toshkent shahridagi Cobalt avtomobillari narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Hozirgi aytiladigan narxlar bu mashinalarning faqat aytilish narxlari xolos. Agar siz haqiqatan ham mashinani sotib olmoqchi bo'lsangiz, egalari bilan bog'lanib, uni arzonroq narxda ham sotib olishingiz mumkin. Demak, unda boshladik. Cobalt birinchi pozitsiya 2015-yilda ishlab chiqarilgan, 48000 km yo'l bosgan, narxi $7500. Cobalt 3-chi pozitsiya 2014-yilda ishlab chiqarilgan, 48000 km yo'l bosgan, narxi $7300. Cobalt 2-chi pozitsiya 2015-yilda ishlab chiqarilgan, 40000 km yo'l bosgan, narxi $8500. Cobalt 4-chi pozitsiya 2014-yilda ishlab chiqarilgan, 58000 km yo'l bosgan, narxi $8200. Cobalt 2-chi pozitsiya Euro 2015-yilda ishlab chiqarilgan, 16000 km yo'l bosgan, narxi $7200. Cobalt 3-chi pozitsiya 2013-yilda ishlab chiqarilgan, 95000 km yo'l bosgan, narxi $6900. Cobalt 4-chi pozitsiya 2013-yilda ishlab chiqarilgan, 125000 km yo'l bosgan, narxi $7500. Cobalt 1-chi pozitsiya 2013-yilda ishlab chiqarilgan, 80000 km yo'l bosgan, narxi $7000. Cobalt 1-chi pozitsiya 2014-yilda ishlab chiqarilgan, 59000 km yo'l bosgan, narxi $7000. Cobalt 3-chi pozitsiya 2013-yilda ishlab chiqarilgan, 90000 km yo'l bosgan, narxi $7700. Cobalt 2-chi pozitsiya 2013-yilda ishlab chiqarilgan, 64000 km yo'l bosgan, narxi $7000. Cobalt 2-chi pozitsiya 2015-yilda ishlab chiqarilgan, 36000 km yo'l bosgan, narxi $8300. Cobalt 3-chi pozitsiya 2014-yilda ishlab chiqarilgan, 78000 km yo'l bosgan, narxi $7700. Cobalt 2-chi pozitsiya 2013-yilda ishlab chiqarilgan, 56000 km yo'l bosgan, narxi $7000. Cobalt 2-chi pozitsiya 2014-yilda ishlab chiqarilgan, 44000 km yo'l bosgan, narxi $6800. Do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Kanalimizga a'zo bo'ling va kelgusidagi videolarimizni birinchilardan bo'lib tomosha qiling. Sizni yana qaysi mashinalarning narxi qiziqtirayotganligini esa kommentariyalarda yozib qoldiring. Biz albatta sizning iltimosingizni bajarishga harakat qilamiz.